Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi o'tiladigan mavzumizning nomi hujayraning mitoz va meyoz bo'linishlari. Ko'payish yoki o'zini o'zi qayta tiklash tirik tabiatning o'ziga xos xususiyatlaridan biridir. Ko'payish bakteriyalardan tortib sut emizuvchilargacha bo'lgan barcha tirik organizmlar uchun xosdir. Organizmlardagi hujayraning yashash muddati uning tuzilishi va funksiyasiga bog'liq holda xilma-xil bo'ladi. Misol uchun, nerv va muskul hujayralari embrional rivojlanish davri tugagandan keyin bo'linmaydi va organizmning butun umri davomida o'z funksiyasini bajaradi. Boshqa hujayralar, ya'ni suyakning komik qismidagi qizil ilik, epidermis va ichak epiteliysi kabi hujayralar esa butun umr davomida bo'linib ko'payib turadi. Demak, qaranglar, nerv va muskul hujayralari faqatgina embrional rivojlanish davridagina bo'linib ko'payib turadi ekan. Lekin уже bola tug'ilganidan keyin bu hujayralar bo'linish xususiyatini yo'qotadi. Bular faqat o'z-o'zini qayta tiklashi mumkin, lekin bo'linib ko'payish xususiyati bo'lmaydi bularda. Hujayraning hayot sikli bo'linishdan hosil bo'lgan yangi hujayraning nobud bo'lishigacha yoki keyingi bo'linishigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Organizmlarning hayot faoliyati va ko'payishi hujayralarning bo'linishi orqali ta'minlanadi. Eukariot hujayralar asosan ikki xil usulda ko'payadi. Birinchisi mitoz, bu somatik hujayralarning bo'linishi va ikkinchisi meyoz, bu jinsiy hujayralarning bo'linish usuli hisoblanadi. Mitoz yunoncha mitos ip degan so'zdan olingan. Mitoz sikli deb hujayraning bo'linishga tayyorgarlik davri hamda mitoz bosqichlarini davom etishiga aytiladi. Bir mitozdan ikkinchi mitozgacha bo'lgan hujayraning bo'linishga tayyorgarlik davri interfazi deyiladi. Demak, qaranglar, mitoz ham meyoz ham bu hujayraning bo'linishi hisoblanadi. Faqat farqi mitoz bu somatik hujayralarning bo'linishi, ya'ni tana hujayralarining bo'linishi, a meyoz esa jinsiy hujayralarning bo'linishi hisoblanadi. Demak, jinsiy hujayralar meyoz usulida bo'linadi ekan. Somatik hujayralar esa mitoz usulida bo'linadi ekan. Ana endi interfaza haqida gaplashamiz. Interfaza bu mitozga tayyorgarlik davri. Ya'ni hujayra bo'linishdan oldin u dastlab ana shu bo'linish jarayoni uchun tayyorgarlik bosqichidan o'tishi kerak bo'ladi. Mana shu mitozga tayyorgarlik bosqichi bu interfaza deb ataladi. Interfazani o'zini 3 ta qismga bo'lib o'rganamiz. G1, S va G2. Yoki buning boshqacha nomlari G1 bu sintezgacha davr yoki presintetik davr ham deyiladi. G2 esa sintezdan keyingi davr yoki postsintetik davr ham deb atalishi mumkin. Xo'p, endi G1 bundagi to'plam 2n2s. Hozir mana bu 2n2s nimaligini emasligi tushuntirib beraman. Demak, G1da DNK sinteziga tayyorgarlik amalga oshadi. Bu davrda oksil va RNK sintezi jadal kechadi. Biosintez reaksiyalarida ishtirok etadigan fermentlar faolligi ortadi, hujayra jadal o'sadi. Keyingi davr bu S, ya'ni sintez davri. Buning to'plami 2n4s bilan belgilanadi. DNK molekulasi reduplikatsiyalanadi, ya'ni 2 hissa ortadi. Oksil va RNK sintezlanishi davom etadi. Hujayra markazi ham 2 hissaga ortadi. Mitoxondriya va plastidalardagi DNK ham 2 hissa ortadi. DNKning 2 hissa ortishi natijasida har bir xromosomada 2 barobar ko'proq DNK bo'ladi. Va keyingisi bu G2 davri, uning ham to'plami 2n4s bilan belgilanadi. Bu davr hujayraning mitozga tayyorgarligini yakunlaydi. Bu davrda ham oksil va RNK sintezi davom etadi. Demak, mana bu mitozga tayyorgarlik davrining bosqichlari edi. Ana endi mitozning o'zi boshlanadi. Xo'p, ana endi undan oldin sizlar bilan mana bu to'plam haqida gaplashamiz. Demak, har bir tirik organizmning hujayralarida xromosomalar va xromatidalar soni ma'lum bir to'plam asosida o'rganiladi. Ya'ni, qaranglar,
Bu yerda n nimani anglatadi? N bu xromosomalar soni. S esa bu xromatidalar soni yoki DNKlar soni desak ham bo'ladi. Nimaga 2n deb belgilanyapti? Chunki men oldingi mavzularda sizlarga tushuntirib bergan edim. Har doim tirik organizmning somatik hujayralaridagi xromosomalar sonini biza diploid to'plam orqali ifodalaymiz. Ya'ni 2n bu diploid to'plam degan. 4s bu ana o'sha xromosomadagi xromatidalarning soni. Hozir men sizlarga rasmdan tushuntirib beraman buni. Misol qaranglar, mana bu chap tarafdagi rasmda. Mana bu holatni hozir tushuntirib beraman. Demak, n bu xromosomalar soni ekan, s bu xromatidalar soni ekan. Va mana shu yerda yana bitta narsani eslab qolinglar, ikkita xromatida o'zaro birikib bitta xromosomani hosil qiladi. Demak, qaranglar. Mana bu to'plamga e'tibor beramiz. Mana bu bir juft xromosomaga e'tibor beringlar. Mana shu yerda hozir nechta xromosoma ko'ryapsizlar? Ikkita. To'g'ri? Mana bitta xromosoma va ikkita xromosoma. Mana qaranglar, bitta xromosoma va oldida ikkinchi xromosoma. Ya'ni juft bo'lib turibdi bular. Shuning uchun ham mana bu yerda 2n deb belgilangan. Ana endi 4s qayerdan kelgan? Haliga aytganimday, s bu xromatidalar soni. Endi qaranglar. Mana bu yerda bitta xromatida va ikkinchi xromatida. Mana bu yerda ham bitta xromatida va ikkinchi xromatida. Umumiy 4 ta xromatida bo'lyapti. Shuning uchun ham 4s bilan ifodalanyapti. 2n 4s degan to'plamning ma'nosi shundan iboratki, aynan mana bu juft xromosomalarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda hozir 2 ta xromosoma va 4 ta xromatida ekan. Shuning uchun ham to'plam 2n 4s bilan ifodalangan. Mana bu yerda ham xuddi shunday mana. Bularning hammasida hozir bir juft gomologik xromosomalar hisoblanadi va bularning barchasi diploid to'plamli. Endi bunisiga e'tibor beringlar endi. Bu yerda to'plam n2s qilib belgilangan. Ko'ryapsizlarmi? n2s qilib belgilanyapti. Xo'p, ana endi nimaga bunday to'plam orqali ifodalanadi? Nechta xromosoma ko'ryapmiz bu yerda? Bitta xromosoma ko'ryapmiz. Shuning uchun ham n. Nechta xromatida ko'ryapmiz? Bitta xromatida va ikkita xromatida. O'shaning uchun ham 2s. Demak, mana bu gaploid to'plamli xromosoma deb ataladi. Xo'p, ana endi bevosita mitoz bosqichlariga o'tamiz. Mitoz bo'linishining o'zi 4 ta bosqichga bo'lib o'rganiladi. Profaza, metafaza, anafaza va telofaza. Va bularning har biri haqida hozir gaplashib chiqamiz. Mitozning birinchi bosqichi bu profaza bosqichi, uning to'plami 2n4s. Ya'ni mana bu rasmga e'tibor beringlar. Mana bu hujayra va mana bu xromosomalar. Nechta xromosoma ko'ryapmiz? 2 ta xromosoma ko'ryapmiz. Nechta xromatida bor bu yerda? 1, 2, 3 va 4 ta xromatida bor ekan. Shuning uchun ham to'plam 2n4s bilan ifodalanyapti. Ya'ni 2 ta xromosoma va 4 ta xromatida bo'lganligi uchun. Xo'p, profaza bosqichida qanaqa jarayonlar sodir bo'ladi? Yadro kattalashadi. Yadro shirasining yopishqoqligi kamayadi. Xromosomalar spiralga o'ralib, kalta va yo'g'on holatga keladi va mikroskopda aniq ko'rinadigan bo'lib qoladi. Mana shu joyda hozir bir narsani tushuntirib ketaman sizlarga. Qaranglar. Mitoz bo'linish sodir bo'lmayotgan vaqti, ya'ni interfaza vaqtida xromosomalar spirallashmagan holatda bo'ladi, zichlashmagan holatda bo'ladi. Ya'ni oddiy ipsimo shaklda bo'ladi ular va mikroskopda ham aniq ko'rinmaydi va bo'yoqlar yordamida bo'yalmaydi. Ana endi mitoz jarayoni boshlanishi bilan esa va aynan mana bu profaza bosqichida ana endi o'sha xromosomalar ma'lum bir o'zgarishlarga uchraydi. Va mana aynan ular spiralga o'ralib, kalta va yo'g'on holatga keladi, zichlashadi, mikroskopda aniq ko'rinadigan bo'lib qoladi va turli xil bo'yoqlar yordamida bo'yaladigan bo'lib qoladi. Qaytaraman, xromosomalarning bunday holati faqatgina mitoz vaqtidagina bo'ladi. Xo'p, undan tashqari profazada yadro qobig'i va yadrochalar yo'qoladi. Xromosomalar
sitoplazmada erkin holda joylashib qoladi. Chunki yadro qobig'i yo'qolib ketdi. Ikkita hujayra markazi hujayra qutublari tomon tarqala boshlaydi. Ana endi mana bu yerga e'tibor beringlar. Mana bu bitta hujayra markazi va ikkinchi hujayra markazi. Hozir bu rasmda o'sha qutblarga tarqalgan holati ifodalangan, lekin o'z aslida profazada mana shu ikkita hujayra markazi qutblarga tarqalayotgan bo'ladi. Hali to'liq qutblarda bo'lmaydi. Xo'p, endi savol, nimaga hujayra markazi ikkita? O'z aslida hujayra markazi har qanday hujayrada bitta bo'ladi, eslab qolinglar. Faqatgina hali aytganimday, interfazaning S davrida hujayra markazi 2 hissa ortgan edi. Shuning uchun ham mitoz bo'linish vaqtida hujayra markazi ikkitaligicha qolaveradi. Eslab qo'yinglar mana shu ma'lumotni ham. Qachonki mitoz yakunlanganidan keyin yana qayta bitta bo'lib qoladi hujayra markazi. Mitoz payti esa ikkita bo'lishi kerak. Va nimaga hujayra markazi mitoz payti ikkita bo'lishi kerakligini xosligi tushuntirib beraman keyingi slaydlarimizda. Xo'p. Va bo'linish urchug'i hosil bo'la boshlanadi. Bo'linish urchug'i degani mana shu hujayra markazlaridan mitotik iplar chiqadi. Mana bunaqa iplar. Ana o'sha iplarni biz bo'linish urchug'i deymiz. Xo'p, keyingi bosqich bu metafaza bosqichi. Bu yerda ham to'plam 2n4s. Nimaga? Chunki qaranglar, bu yerda ham xuddi o'shanaqa holat. Xromosoma 2 ta, undagi xromatidalar esa umumiy 4 ta. Metafazada qanaqa hodisalar amalga oshadi? Demak, xromosomalarning spirallanishi davom etadi. Bu davrda xromosomalar eng kalta va eng yo'g'onlashgan holatda bo'ladi. Xromosomalar ekvator tekisligi tomon harakatlana boshlaydi. Xromosomalar qutblardan bir xil masofada, ya'ni ekvator tekisligida bir tekisda joylashadi. Qaranglar, mana bundan oldingi profazaga e'tibor beringlar. Bu yerda xromosomalar tarqoq holda joylashgan bo'lib turibdi. Lekin metafazada esa aniq ekvator tekisligida. Ekvator tekisligi degani hujayraning o'rtasi deganman, ko'ryapsizlarmi? Ya'ni hujayraning o'rtasiga joylashgan holatda bo'ladi xromosomalar metafaza bosqichida. Va ular orasidagi masofa ham bir xil bo'ladi. Undan tashqari, xromosoma sentromeralari qat'iy qonuniyat asosida ekvator tekisligida bir xil holatda joylashadi. Har bir xromosomaning xromatidalari bir-biridan itarilib, faqat birlamchi belbog' bilan birikkan bo'ladi. Bo'linish urchug'i to'liq shakllanadi. Har bir xromosoma o'z sentromerasi bilan bittadan bo'linish urchug'iga birikadi. Ana endi mana shu joyni tushuntirib ketaman, qaranglar. Umumiy qilib aytganda, metafazada qanaqa jarayonlar amalga oshadi? Ikkita hujayra markazi, ikkita qutblarga tomon уже tarqalib bo'lgan bo'ladi. Mana yuqori qutb va pastki qutblarga tomon. Yana qaytaraman, mana bu hujayra markazlari hisoblanadi. Mana bu nuqta shakldagilar, bular hujayra markazlaridir. Va ana o'sha hujayra markazlaridan mitotik iplar chiqadi. Mana bunaqa iplar. Ya'ni bular bo'linish urchug'i deb ataladi. Ana o'sha iplar mana bu xromosomalarning markazidagi belbog'i, ya'ni sentromerasiga kelib birikadi. Mana bu jarayonlarning barchasi metafaza bosqichida amalga oshadi. Xo'p, savol, mana bu mitotik iplar xromosomaning sentromerasiga birikishidan maqsad nima? Maqsad ularni ikkiga bo'lib yuborish. Mana keyingi anafaza bosqichida hozir gaplashamiz shu haqida. Anafaza bosqichi e'tibor beramiz. Bunda to'plam 4n4s bo'lib qoldi. Nimaga? Chunki bu bosqichda xromosoma xromatidalarini birlashtirib turuvchi belbog' uziladi. Natijada xromatidalar, ya'ni har bir xromatidalar mustaqil xromosomaga aylanadi. Sentromeraga birikkan bo'linish urchug'i qisqarish natijasida xromosomalarni hujayra qutblariga tomon torta boshlaydi. Mana bu metafazada qaranglar, mana bu mitotik iplar sentromeraga birikkan edi-ku. Ana endi anafazada ana o'sha xromosomalar ikkiga ajraldi, ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bitta xromosoma edi mana bu yerda, ana endi u bo'linib ketdi-da, ikkita mustaqil xromatidalarga aylanib ketdi. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa mana. Xromosoma bitta yaxlit edi, mana bu bo'linish urchug'idagi mitotik ipni ikkiga ajratib yuborganligi hisobiga ikkita alohida xromatidalarga bo'linib ketdi. Ana endi savol, nimaga bu yerdagi to'plam 4n4s bo'lib qolgan? Chunki mana bu bo'lingan har bir xromatidalarni endi
alohida xromosomalar deb atasak bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda nechta xromosoma ko'ryapmiz? 4 ta xromosoma va 4 ta xromatida. Shuning uchun ham to'plam 4N va 4S bo'lgan. Va mitozning so'nggi bosqichi telofaza bosqichi. Bu bosqichda mitoz jarayoni yakunlanadi. Xromosomalar qutblarga to'planadi, spirallari yoyila boshlaydi. Yorug'lik mikroskopida yaxshi ko'rinmaydigan bo'lib qoladi. Sitoplazmaning membranali qismlaridan yadro qobig'i hosil bo'ladi, yadrochalar qayta shakllanadi. Endi qaranglar. Telofaza bosqichida hujayra уже ikkiga bo'linib bo'ladi. Demak, mana bu yerda mana qaranglar. Mana bu yerdan ikkiga bo'lindi va ikkita alohida mustaqil hujayra hosil bo'lmoqda. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, endi profaza bosqichida xromosomalarda qanaqa o'zgarish kuzatilgan bo'lsa, telofaza bosqichida ana o'sha o'zgarishlar yana o'z holatiga qaytadi. Ya'ni profazada xromosomalar spirallashgan edi, zichlashgan holatga o'tgan edi. Telofazada esa ana endi xromosomalar qayta o'z holiga qaytadi, ya'ni despirallashadi va qayta ipsimon holatga kelib qoladi. Va profazada xromosomalar mikroskopda ko'rinadigan bo'lib qolgan edi va turli xil bo'yoqlar bilan bo'yaladigan holatda edi. Telofaza bosqichida esa ana endi xromosomalar mikroskopda ko'rinmaydigan bo'lib qoladi va bo'yalmaydigan bo'lib qoladi. Yadro qobig'i qayta shakllanadi va hujayra markazlari ham yana bittadan bo'lib qoladi. Chunki o'sha bu ikkita hujayra ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun ham mana alohida hujayralarning o'zida bittadan hujayra markazlari o'z holiga qaytadi. Telofazada hali aytdik, hujayra ikkiga bo'linadi dedik. Hujayra ikkiga bo'linishini o'zini ikkita biologik atama bilan nomlaymiz. Ya'ni hujayra ikkiga bo'linayotgan payti sitokinez va karyokinez jarayonlari amalga oshadi. Sitokinez degani bu sitoplazmaning bo'linishi, karyokinez bu yadroning bo'linishi hisoblanadi. Demak, mana bu mitozning bosqichlari edi. Va aytgancha, bu yerdagi to'plam 2n 2s bo'lib qoladi. Nimaga? Demak, qaranglar, tushuntirib beraman bu narsani. Bu yerda to'plamni hisoblayotgan payti bitta hujayraga nisbatan hisoblaymiz. Mana, bitta hujayraga nisbatan. Ya'ni, mana shu bitta hujayrada nechta xromosoma ko'ryapmiz? 2 ta xromosoma. Chunki hali aytdik, har bitta xromatidani alohida xromosoma desak bo'ladi. 2 ta xromosom bo'lganligi uchun 2n bo'lyapti va 2 ta xromatida bo'lganligi uchun 2s. Shuning uchun ham to'plam 2n 2s bo'ladi telofaza bosqichida. Xo'p, yana qo'shimcha ma'lumotlar. Hayvon hujayralarida sitoplazma va plazmatik membrana o'rtasida botiqlik paydo bo'lib, uning asta-sekin torayishi natijasida hujayra teng ikkiga bo'linadi. O'simlik hujayralarda esa hujayraning o'rtasida sitoplazmatik membrana paydo bo'lib, hujayraning chetiga tarqala boshlaydi. Bunda hujayrani teng ikkiga bo'luvchi ko'ndalang to'siq paydo bo'ladi. Keyin esa selluloza qobig'i ham hosil bo'ladi. Bu ma'lumotni men oldingi mavzularda tushuntirib bergandim sizlarga. Ya'ni hayvon hujayrasi bo'linayotgan payti ularning o'rtasida botiqlik paydo bo'ladi. O'simlik hujayrasi bo'linayotgan payti esa hech qanaqa botiqlik paydo bo'lmaydi, to'rtdan-to'rt to'siq paydo bo'lib bo'linadi. Chunki bunga sabab o'simlik hujayrasining qobig'i qalin bo'lganligi uchun. Mana bu slaydda mitoz bo'linishining umumiy ma'lumotlari tasvirlangan. Profaza, metafaza, anafaza va telofazalar qanaqa jarayonlar sodir bo'lishi va ulardagi to'plamlar. Ana endi meyoz bo'linish haqida gaplashamiz. Meyoz bo'linishining mitoz bo'linishidan bir nechta farqlari bor. Ulardan birinchisi, meyoz bo'linishda so'ngida 2 ta hujayra emas, balki 4 ta hujayra hosil bo'ladi. Va yana bir farqi, meyoz bo'linish 2 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Hozir bilan sizlar bilan gaplashib chiqamiz. Xo'p, meyoz ham xuddi mitoz kabi interfazadan boshlanadi. Meyozning birinchi bo'linishi bilan ikkinchi bo'linishi orasidagi juda qisqa vaqt interkinez deb ataladi. Ko'pincha interkinez holati sodir bo'lmay, telofaza 1, profaza 2 ga ulanib ketishi ham mumkin. Endi qaranglar. Meyoz mitozdan farqli jihatlardan bittasi shundaki, 2 ta bosqich bo'ladi meyozda. Birinchi bosqichi profaza, metafaza, anafaza va
telofaza bosqichlarining oldiga rim 1 raqami qo'yiladi. Ikkinchi bosqichlarda ham xuddi shunday, faqat ularning oldiga rim 2 raqami qo'yiladi. Xo'p, endi qaranglar. Meyozning profaza 1. Profaza 1da xromosomalar spirallasha boshlaydi. Har bir xromosoma ikkita xromatiddan iborat bo'lib, sentromera yordamida birikkan bo'ladi. Gomologik xromosomalar o'zaro yaqinlashadi. Meyozning profaza 1da ham mitozning profazasida sodir bo'lgan barcha holatlar kuzatiladi. Ya'ni yadro qobig'i yemiriladi, yopishqoqligi kamayadi, xromosomalar spirallashadi va hokazo. Bunda farqi yo'q. Faqatgina bitta farqi, meyozning profaza 1da ikkita qo'shimcha jarayonlar sodir bo'ladi. Ulardan birinchisi konyugatsiya, ikkinchisi esa Krassin-Goyer jarayonlaridir. Bular nima degani? Qaranglar. Xo'p, mana bu yerda soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, ikkita gomologik xromosoma turibdi. Lekin bularda genlar har xil. Mana bu misol ko'k rangda bo'lsa, buni sariq rangda. Mana shu mitozning profazasida to'liq ko'k va to'liq sariq ranglarda edi. Bir-biriga aralashmagan edi. Endi e'tibor beringlar, mana bu meyozni profaza 1da bir qismlari o'zaro almashib qolgan. Bu nima degani? Demak, qaranglar. Haliga aytganimdek, profaza 1da ikki xil jarayon kuzatiladi. Ulardan birinchisi konyugatsiya. Konyugatsiya degani ikkita xromosomaning bir-biriga yaqinlashuvi. Mana ikkita xromosoma bir-biriga yaqinlashadi. Va shundan keyin Krassin-Goyer jarayoni amalga oshadi. Krassin-Goyer degani esa ikkita bir-biriga yaqinlashgan xromosomalar o'zaro bir-biri bilan genlarini almashadi. Mana bu jarayon Krassin-Goyer deyiladi. E'tibor beramiz. Mana bu ko'k rangli xromosomalarning ma'lum bir qismi ikkinchi xromosomaga o'tib qolgan. Sariq rangdagi xromosomaning ma'lum bir qismi esa ko'k rangli xromosomaga o'tib qolgan. Ya'ni genlar almashingan. Aynan mana shu jarayon Krassin-Goyer jarayoni deb ataladi. Meyozning metafaza 1da ham xuddi o'sha hodisalar yuz beradi. Ya'ni mitozning metafazasi kabi. Xromosomalar ekvator tekisligida joylashadi. Ikkita qutbdagi hujayra markazlaridan mitotiplar kelib xromosomaning sentromerlariga birikadi va hokazo. Ana endi meyozning anafaza 1 mitozning anafazasidan farqi bor. Mitozning anafazasida mana bu yerda mana bu mitotik iplar xromosomalarni alohida xromatidalarga ajratib yuborgan edi. To'g'rimi? Lekin mana bu meyozning anafaza 1 bosqichida esa unaqa hodisa kuzatilmaydi. Ya'ni xromosomalar xromatidalarga bo'linmaydi. Yaxlit holatda ikkita qutblarga tarqaladi. Shuning uchun ham to'plam qaranglar bu yerda o'zgarmadi. 2n 4s ligicha qoldi. Ya'ni ikkita xromosoma va 4 ta xromatida. Va mitozning telofaza 1 bosqichi. Bu yerda ham xuddi o'sha hodisalar, ya'ni hujayra 2ga bo'linadi, xromosomalar despirallashadi, yadro qobig'i qayta shakllanadi va hokazo. Faqat to'plam farq qiladi. Bu yerda to'plam n2s bo'ladi. Bundan oldingi o'sha mitoz bosqichida tushuntirganimday, telofazadagi to'plam bitta hujayraga nisbatan aytiladi. Bitta hujayraga nisbatan. Ya'ni qaranglar, mana shu bitta hujayrada hozir nechta xromosoma bor? Bitta xromosoma bor, uning xromatidasi esa ikkita. Shuning uchun ham to'plam n2s bo'lgan. Meyozning ikkinchi bo'linishidagi profaza 2 va metafaza 2da xuddi mitozdagidek jarayonlar kuzatiladi. Mitozdan farqi shundan iboratki, bo'linayotgan hujayra gaploid to'plamga ega bo'ladi. Anafaza 2da sentromera bilan birikkan xromatidlar bir-biridan ajraladi. Shu vaqtdan boshlab xuddi mitozdagidek xromatidlar mustaqil xromosoma bo'ladi. Telofaza 2da xromosomalari gaploid to'plamga ega bo'lgan ikkita hujayra hosil bo'ladi. Shunday qilib, meyoz natijasida har bir diploid to'plamli boshlang'ich jinsiy hujayraning 2 marta ketma-ket bo'linishi oqibatida 4 ta gaploid to'plamli yetuk jinsiy hujayralar, ya'ni gametalar hosil bo'ladi. Mana shu gaplarni hozir men sizga tushuntirib beraman rasm ko'rinishida. Mana endi mana bu meyozning umumiy bosqichlarining ko'rinishi. Demak, qisqacha birin-ketin tushuntirib ketaman. Xo'p, profaza 1 to'plam 2n4s. Xromosomalar bir-biriga yaqinlashgan holatda, ya'ni konyugatsiya holatida
va undan keyin krossingerga uchragan holatida. Ya'ni genlari bir-biri bilan almashgan. Keyingisi metafaza 1 to'plam 2 n to'resligicha qoladi. Bo'linish urchug'i kelib birikadi xromosomaning sentromeralariga. Keyingisi anafaza 1 to'plam 2 n to'resligicha qoldi. Nimaga? Chunki bu yerda xromosomalar alohida xromatidalarga bo'linmadi. Yaxlitligicha qutblarga tarqaldi. Keyingisi telofaza 1. Ana endi bu yerda hujayra 2 ga bo'lindi va to'plam N2S. Ana endi mana bu yerda meyoz 1 va meyoz 2 bosqichlarining orasidagi pauza vaqti bor, u interkinez deb ataladi. Ana endi mana shu yerdan boshlanadi meyoz 2. Profaza 2 bo'ladi bundan buyog'i endi. Profaza 2 da to'plam N2S. Endi shu joyga e'tibor beringlar. Mana bu meyoz 2 dagi to'plamlar bor-ku, ular bitta hujayraga nisbatan ifodalanadi. Bu yerda hozir ikkita hujayra ketyapti, to'g'rimi? Lekin to'plam bitta hujayraga nisbatan ifodalanadi, eslab qolinglar. Demak, meyoz 2 bu meyoz 1 ning davomi ekan. Profaza 2 da to'plam endi 2S, chunki mana bitta xromosoma va ikkita xromatida. Mitozning profazasida qanaqa jarayonlar sodir bo'lsa, mana bu profaza 2 da ham xuddi shu jarayonlar sodir bo'laveradi. Undan keyingisi mana metafaza 2 va anafaza 2 ga e'tibor beringlar endi. Anafaza 1 ning anafaza 2 dan asosiy farqi, anafaza 2 da endi xromosomalar ikkita xromatidalarga ajraladi. Va to'plam 2n2s, chunki ikkita xromosoma va ikkita xromatida. Va meyozning eng oxirgi bosqichi bu telofaza 2 bosqichi. Bu yerda endi 4 ta hujayra hosil bo'ladi. 1, 2, 3 va 4 ta hujayraga bo'linadi. Va asosiy farqi, bu yerda hosil bo'layotgan hujayralarning barchasi gaploid to'plamli bo'ladi. Chunki hali tushuntirganimdek, to'plam bitta hujayraga nisbatan aytiladi. Shunda mana bitta xromosoma va bitta xromatida, NS to'plamli. Demak, meyoz bilan mitozni farqini endi bitta umumiylashtirib tushuntirib ketaman. Mitoz bu somatik hujayralarning bo'linishi, meyoz bu jinsiy hujayralarning bo'linishi. Mitozning so'ngida ikkita diploid to'plamli hujayra hosil bo'ladi. Meyozning so'ngida esa 4 ta gaploid to'plamli hujayra hosil bo'ladi. Mitozda bitta bosqich bo'lsa, meyozda ikkita bosqich sodir bo'ladi. Mana bu jadvalni daftaringizga ko'chirib olib yodlashinglar shart. Hozirgi mitoz va meyoz har bitta bosqichlardagi to'plamlarni umumiylashtirib berganman sizlarga jadval ko'rinishida. Mana mitozning interfazasida G1, S va G2 da qanaqa to'plamlar bo'lishi, mitozning o'zining fazalarining to'plamlari, bu yoqda meyozning fazalari va ularning to'plamlari. Va mana shu yerda qo'shimcha ma'lumot eslab qolinglar, bu 10-sinf darsligida yozilgan. Meyoz 1 ning ikkinchi nomi ham bor. U reduksion bo'linish deyiladi. Va shu jumladan meyoz 2 ning ham ikkinchi nomi bor. U ekvatsion bo'linish deb ataladi. Mana bu slayd ham juda muhim va kerakli ma'lumot hisoblanadi. Qaranglar, bu savollar juda ko'p tushgan. DTM savollarda, testlarda juda ko'p uchraydi. Qaranglar, mana bu holat. Bu yerda hozir bu bitta xromatida, to'g'rimi? Mitoz va meyoz bo'linish bosqichlarida men tushuntirib ketganimdek, bitta xromatidani ham biz xromosoma desak bo'ladi ekan. Endi mana bu holatning nomlanishi bor o'zini. Aynan xromosoma mana shu holatda bo'lsa, qanday nomlanadi? Ya'ni bir DNKli xromosomalarning gaploid to'plami. Nimaga? Chunki DNK bu nima? DNK bu xromatida edi. Xromatida va DNK bu bitta tushuncha hisoblanadi. Shuning uchun ham nechta xromatida ko'ryapsizlar? Bitta xromatida, ya'ni bitta DNK, to'g'rimi? Bir DNKli deyilishining sababi ham shunda. Bir DNKli xromosomalarning gaploid to'plami bitta o'zi joylashganligi uchun buni biz gaploid deymiz. Agar oldida ikkinchisi ham bo'lganda, uni diploid to'plami derdik. Shuning uchun ham mana bu ko'rinishni biz bir DNKli xromosomalarning gaploid to'plami deb ataymiz va u NS to'plamga mos keladi. Ana endi ikkinchi holatga e'tibor beringlar. Bir DNKli xromosomalarning diploid to'plami. Nimaga? Chunki
Mana shu yerda tushuntirib ketaylik hozir. 1 deyinkali nima degani, 2 deyinkali nima degani. Agar mana bu holat turgan bo'lsa, bu 1 deyinkali deyiladi. Ya'ni bitta xromatidaning o'zi. Agar mana bunaqa holat singari ikkita xromatida уже birikkan holatda bo'lsa, buni biz 2 deyinkali deymiz. Shuning uchun ham mana bu ikkinchi holatni biz 1 deyinkali xromosomalarning diploid to'plami deb nomlaymiz. Nimaga diploid to'plami? Chunki ikkita xromatida bo'lib turibdi. Mana bu yerda bitta xromatida bo'lganligi uchun uni biz gaploid to'plam degan edik, a bu yerda ikkita xromatida bo'lganligi uchun buni biz diploid to'plam deymiz. U esa 2n 2s to'plamga mos keladi. Uchinchi holat. 1 deyinkali xromosomalarning tetraploid to'plami. Ko'ryapsizlarmi? Hammasi 1 deyinkali. Ya'ni ikkita xromatida hali birikmagan o'zaro. Shuning uchun ham bularni 1 deyinkali deymiz va xuddi mana shunaqa xromatidalardan 4 ta turibdi. Shuning uchun ham tetraploid to'plam deymiz. Bu esa 4n 4s to'plamga mos keladi. Keyingi qatorda ana endi buni 2 deyinkali deb nomlaymiz. Nimaga? Chunki endi bu mana bitta deyinka va ikkinchi deyinka. Ikkita deyinka o'zaro birikkan. Ya'ni ikkita xromatida o'zaro birikkan bo'lganligi uchun ana endi uni biz 2 deyinkali deb nomlaymiz. 2 deyinkali xromosomalarning gaploid to'plami. Ne gaploid deymiz? Chunki uning bir o'zi turibdi. Bir o'zi bo'lganligi uchun uni biz gaploid deymiz. Uning to'plami n2s ga mos keladi. Va so'nggi qatorda 2 deyinkali xromosomalarning diploid to'plami ifodalangan. U esa 2n 4s to'plamga mos keladi. Va shuning bilan bugungi mitoz-meyoz haqidagi ma'lumotlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Leksiyamiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.